oldingi videoda men o'zim aytgandim. To'rtta besh yangilanishni Erangel o'ynab o'zim ko'raman degandim. Va bugun shuni ko'ramiz. Bo'lmasa birinchida reytingsiz qo'yamiz va bir o'zimiz bilan jamoadoshlar keladi. Qiladi shunaqa narsa bo'lmasa bir o'zimiz qo'yamiz. Shundan keyin bitta narsani ko'rgandim. Kolleksiyalar. Mana erpani kiyimlarni ko'rsa bo'lar ekan. Endi topdim uni. Keyin bu yerda ana tez kunda bitta ultimatlar ham keladi. Ultimat. Mana hozir erpani kiyimlari birinchi kiyimi. Yuklab olmagan. Mana birinchi kiyimi chiroyli, ikkinchi kiyimi bolaniki ham bu. Mana och kiyishi ham bor ekan, mana legendarka. Bu parchasi bor ekan. Mana o'yin boshlanishini ham ko'rdinglar, boshlanib ketdi. Va mana yugurishi ham o'zgargan. Mana pan xavfsizlik tizimi deganda pastda mana yugurayotgani. Avvalgisi esa old edi, keyin mana unaqa Naruto yugurishimi, shunaqa qilib qo'yibdi PUBG. Endi Erangel xaritasini hozir kirgandan keyin ko'ramiz. Men ham ko'rganim yo'q hali, endi ko'ramiz. Bo'ldi mana. Bu mavzusi nima? Hozir qizamiz. Mana shunaqa narsalar ham bor ekan. Oxirida mana buni oxirgisida mana kiyimni beradi. Buni oldingi videoda ko'rsatgandim. Kirish joyi shunaqa ekan. Chiroyli kirish joy. Endi eventlarni ham ko'ramiz. Eventlar Roskopni yonida ikkita event bor ekan. Roskopni yuqorida asosiy event Roskopni yuqorida, kichkina event esa Roskopni pastida ekan. Mana bunaqa joyga tushib ko'rish kerak. Shunga tushib ko'ramiz. Mana so'roq. Nima bu yerda? Yuqori bu yerga tushibmiz mana. So'roq turibdi, shunga tushgandim. Bo'lmasa shu yerda loot qilib, mashina topib keyin asosiy eventga, pachinkiga borib ko'ramiz. Metga qo'yib qo'yib. Odam chiqadi. Bu sezonda orujalarni topish ham qiyin deyman. Hammasi pachinkiga tushgan mana endi. Mana o'sha so'roq. Unaqa yugurish ham qo'shilgan. Hozir sakrashini bitta ko'radi. Keyin yugurish ham zo'r. Kirib ko'raylik. Hadi avval iltimos bu joy yangilangan, bu suvli bo'lganmi?
Shunaqa bo'lgan. Jamoadoshim yo'q-ku meni. Buni 貴様の方からわしに近づいてくるとは何の用でここへ来た。 O'zbekcha. Tushsa ham zo'r ekan. Boshqa bo'lganda nima bo'lardi? Endi chiqib ketamiz mayli. Endi yo'ldan mashina topish kerak deb Pochinkiga borib boramiz. Ana mashina bor ekan. Mashinada Pochinkiga borib, sizlarga obzor qilib beraman shularni. Bo'lmasa Pochinkiga boramiz. Hamma ochmish mana so'roqqa chiqib kerak ekan. Bu so'roq men oldingi videoda 8 ming degandim, o'zi 9 ming ekan. Endi o'sha joy men bitta ko'rsatib o'tdim. O'zi Erangelni ko'rsataman degandim. Mana o'sha joy. O'z ochishma ham bor ekan. Asta ko'raylik qani kimlar ochishma bo'pti bu yerda. Bo'pti, hozir o'lib ketmaylik. Bitta Pochinkiga sizlarga obzor qilib beraman bu yerdan surish kerak. Boshqa joylar ham o'zgargan. Levik lekin boshqacha bo'lib qolibdi. Men Levik o'ynab ko'rdim. Uni ham shu videodan keyin chiqarib ko'rsaman. Levik juda o'zgarib ketdi. Pochinkiga ular qarasanglar boshqacha. Avvallar unaqa narsalar. Shunaqa edi. Hozir bo'lmasa biza eventga borib Ninja Academy degan joyga boramiz hozir. Mana bu. Ya bu Ninja Academy degan. Toshlarni ko'rib o'sha event. Eng ulkan, eng asosiy event shu. Masalan, shunga borib ko'ramiz. Mana shunga borib ko'ramiz. Mashinalar. Yana bitta mashina. Mashinani boshqa qilmaymiz va boshqa joyga boramiz. Bu bo'ylab borsak boramiz. O'sha mana bu. Borib ko'rsam, ana ko'ryapti Toshkent. Ana 9 milyon aytdim.
o'sha mashina ham to'xtagan shekilli. Bo'lmasa mana shu o'lchaklarni ko'ramiz. Otishma bo'lsa ozgina otishma qilamiz. Yashirin markaz. Bo'ldi, hozir o'lsak yana tirilamiz. Bana öldüreydigan ama bu nimaları öldüradi bana. Nasıl gitti? Uylar ham bor ekan. Mentda odam bor edi. Buraya otursam oturup olmaz ki. Bila hech qaysi o'qib kelmadi. Qanaqa qilib do'stlar, mayli hozir tushamizda nimani yoniga borib ko'ramiz, o'lib ketsak ham. Do'stlar, hozir men bu 9 dumlimi shuni yoniga borib ko'raman, keyin esa videoni tugataman. Tezroq borsa yaxshi bo'lardi. Buni ko'rsaman, buni o'ldirish. Ko'p youtuberlar o'ldira olmadi. Unga juda ko'p o'q kerak, chunki u juda ulkan. Uni o'ldirsangiz esa bitta qobiliyat chiqadi. Shu qobiliyatni olasiz. O'zini mana bu 9 dumlikni qobiliyati u. Hozir bu grafika juda zo'rda, uni ishlangani grafikasi. Buni qilyapti. Bir joyda to'xtab qoldim. Hozir yondan odam o'tib ketdi. Hozirgina 貴様の方からわしに近づいてくるとは何の用でここへ来た。Ana do'stlar, o'sha 9 dumlik o'q sarflaganning farqi yo'q. Tabii buni o'ldira olmayman. Mana ko'rdi. Tursa hozir o'lib ketaman. Do'stlar, shu bilan video tugadi. Do'stlar, shu bilan video tugadi. Hammaga xayr.